Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Toshkentdan gapiramiz deydi-ku, xuddi shunga o'xshab Toshkentdagi seximizdan ish faoliyatimizni ko'rsatamiz. Bu reklamaga qo'yilgan gullarimiz pastlariga bitta-bitta qo'yib chiqqanmiz. Kimdir so'rasa agar, bu base crashing varianti. Reklamaga qo'yilgan bular. Har bittasini pastiga kraskasiga qo'yib chiqilgan. Shunday, bu yerda ham reklama uchun istirofa qilamiz. Yuklarimiz uzatyapmiz Qashqadaryoga. Seximizda ish faoliyati qizg'in ketyapti. Yaqin 4-5 kunlikdan nasib bo'lsa agar vodiyda ham seximiz ochilib qoladi. Xuddi mana shu tarzda bir furaga hozir 24 tonna yuk yuklasa bo'ladi. Xuddi mana shunday qilib chiroyli qilib yuklab beramiz. 24 tonna degani endi birlikda 75 komplekt yuklasa bo'ladi bitta furaga. Xo'p, gullarimiz zapas. Bemalol zakaz bersalaringiz bo'ladi. Bu variantda mana bu tepasi, bu pasti, mana bu yana tepasi, bu pasti, mana bu tepadagi tepasi. Hamma gulni o'zini pastdagi guli bor, tepadagi guli bor. Ustalarimiz yuklash jarayoni ketyapti. Mana bu variantlarimizdan bor. Mana bu yerda ham ish qizg'in ketyapti. Bu yerda kecha to'kilganlari qoliplarimiz zapasga turibdi mana etajerkada. Hozir bo'shitish jarayonini ham bir qator ko'rsatamiz. Bu tomondan ustalar oldiga yaqinroq boraylik. Videoni o'zimizdan ko'rsataman sizlarga. Mana. Yaltirlashini ko'ryapsizlarmi? Tamam, olinglar. Xuddi ana shunday tashqariga chiqarib qo'yamiz. Salgin nami bor yuziga, qurigandan keyin, oq bo'lgandan keyin bu chetga olib qo'yaveramiz. Xuddi mana shu holatda chiqadi.